Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatlar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Sadaqa molni ozaytirmadi va Alloh bandaga kechirimni bergan ekan, unga azizlikni ham beradi. Kim Alloh uchun tavozelik bo'lar ekan, Alloh uni balandga ko'taradi. Tavozi ikki turli bo'ladi. Ularning biri maqtalgan, boshqasi esa ayblangan. Maqtalgan tavozi Allohning bandalaridan uzoqlashishni tark etish va ularni kamsitishni tark etish. Ayblangan tavozi esa u boy insonni dunyosiga rag'bat qilib, unga tavozi qilish. G'ururlanish dinni buzuvchi narsa, aqlni noqis qiluvchi, obro'ni tushiruvchi. Bundan ogoh bo'ling. Ular bilan yashamang, chunki xorlik qizg'onchiqlikda, azizlik esa halimlikda, qorinda ham, changalda ham emas. Ibn Abbos aytadilar: agarda toq toqqa zulm qilsa ham, Alloh taolo ulardan qay biri zolim bo'lsa, uni yanchib tashlaydi. Insonlar sening o'zingga beradigan bahoyingga qaraydilar. Agarda o'zingni aziz tutsang, aziz holda ko'rinasan. Agarda xor tutsang, xor holda ko'rinasan. G'azablanma. G'azab xatolarning boshidir. Kuching yetmaydigan kishiga g'azabing ojizlikdir va kuching yetadigan kishiga g'azabing ayb nuqsondir. Agarda sening oldingga ikki husumatlashganlarning biri kelsa, uning ko'zi o'yilgan bo'lsa ham, uning foydasi uchun hukm chiqarma. Hatto ikkinchisi kelsin, mumkinki uning ikkala ko'zi ham o'yilgandir. Oqil inson har bir ahvollarda ayblangan, tavozedan har tarafdan ajraladi. Alloh uchun bo'lgan tavoze ikki turli bo'ladi. Biri bandaning Robbisi uchun ibodat qilayotganda hech qanday kibrsiz bo'lishidir. Va agarda banda bir ishga boshliq bo'lgan holda ham, hech qanday ko'ruvchi bo'lmaganda ham, bu ishni unga bergan, afzallik bergan aziz va ulug' Alloh taoloning boshliq ekanligini ko'rib turuvchi zotligini fikr qilishidir. Ikkinchi tavoze insonning o'zini ayblash va qilgan gunohlarini eslab o'zini haqoratlashi. Garchi olamdagi hech bir inson uning ayblarini ko'rmasa ham. Ey tolib, agar haqni talab qilib topay desang, shunday ustozga qo'l bergilki, shariatda orif billah bo'lsa, tariqatda voqif asror bo'lsa, haqiqatda kamol bo'lsa, mag'firatda daryoyi ummon bo'lsa, shunday ustozga qo'l bergilki, ishing saodatli bo'lgay. Xo'ja Ahmad Yassaviy. Ilm moldan yaxshidir, chunki ilm seni qo'riqlaydi va sen molni qo'riqlaysan. Molni sarflash qisqartiradi, ilm sarflash bilan o'tkirlashadi. Hazrat Ali roziyallohu anhu. Ey Robbim, o'zing yer va osmonlarning nurisan. Beaybu benuqsonsan. Gunohlarimizni kechir va pok solihlar, yaxshilar gulshaniga bizlarni ham qo'sh
hamda xolis tavba qiluvchilardan qil. Amin.